Hozir tutaman, shu mashina qisib ketdi meni. Assalomu alaykum, havochi akalar. Yukib bo'lgan holatda mana 901 tigach. 13 metrlik poliprosedda ko'rsatib o'tamiz. Tigach qismida Trazano CM488 modeli turibdi mana. Ajoyib xizmat qilmoqda, ko'rib turganingizdek. Yuk bilan bo'lgan holatda mana balonlarga e'tibor beramiz. Qaranglar akalar, 876 Trazano modelida. Mana yuk bilan bo'lgan holatini ko'rsatib o'tamiz. Seli Trazano balon o'rnatilgan mana. Bu yoqda 828 modeli. 676 modeli mana. Bu ham 676 modeli. Hamma ostida Trazano shinalar. Akalar ko'rsatib o'tyapmiz, birma-bir kuzatishda davom etinglar. Motor moylarini originali, balonni eng zo'r ishlayotganlarini sizlarga video qilib berishda davom etamiz. Kuzatishda davom etinglar akalar.